Sizning bir dardingiz bor, ukam. Baxtli kishining ko'zi kuldi deydi ekan. Sizning nima o'chib ketgan xunuk ko'zlaringiz? Azmat akam chaqchaq qilib shundoq dedi. Voy aka, mening nim dardim bo'lmoqchidi. Shu azroq mijozim yo'q shunmikin? Dedim men ko'zlarimni uningdan qochirib. Undaq bo'lsa, mening dardimni tingshang. Dedi u ko'zimning ichiga qandoqdir bir o'ychan, g'amkin, tinjiq nazar bilan tikilib. Oliy maktabga amdila chiqqan yillarim edi. Yoshlik emasmi? Biz chiqmagan tog', tushmagan bog' qolmadi. Qaysi g'aflat bilan mendimki bu so'yga etiga. Tushmikim daha mushkul bo'ldi. Tushgandimi g'ulobla tushdim. Yuragim sundi. Sunuq saqaymaydi ekan-ku, saqay olmadim. Ajoyib bir go'zal qizni so'yib qoldim. Nurg'un go'zallarga burilib qarashqim eringan bu beshim uning oldida yer bo'yi egildi. U chiroydil emas, axloq va ilmdimi kamil qiz edi. Egiz yoqdagi olmani uzish uchun daraxtga yomish kerakda. Yomishib chiqdim. Uzdim, muhabbat dengiziga boshchilab cho'kdik. Shundoq yaxshi o'tdik. Uni hatto shamoldan qizg'anib so'ydim. Javob uchun meni mendan oshirib so'ydi. Uydagilar, urug' tuqqanlarimiz hammasiga hayotimda bundoq birining borligini so'ndirib etdim. Kim meni ko'rsa, uni so'raydigan, ikkimizni billala ikkidan bir ruh deb tushunadigan darajada muhabbatlashdik. To'yimizni, bolalarimizni, hatto bolalarimizning yotoq uylaridagi kichik ustal chiroqlarini biz allaqachon o'ylashib, va'da qasamlarni berish bo'lgan edik. Uning shu kichik qo'lini alqinib olganimda bütün yuragim eribli ketadi. U tirishchan qiz edi. Men sal ho'rin edim. Uning bilan tang oldiga mong'um bor edi. Ammo hamini malla keynat qalatdim. Aramizda asta-asta farq chiqdi. Shu zamonlarda erkaklik g'ururini tepchib turadigan vaqtlar bo'lsa kerak. Uning o'rlishi meni holsiratdi. Söygümni ichimga ko'mib, uni tashlab etdim. Yig'lab ko'zlarim ishib ketsa-mu, uni hech qachon suyib boqmagandek ko'rdim. Kechasi uyuqsiz uning suratlarini quchoqlab yotdim. O chog'larda qallamda faqat muhabbat deb erligimni yerga o'rmayman. O'zimdan tuvaroq oddiy-sodda bir qiz bilan to'y qilib, o'z qimmatim bilan yashayman degan ahmoq xiyollar bor edi. Sen ketmayman degan Azmat. Qara, sen bergan o'zingni hozirg'ish taqavatman. Men sen deb hammada voz kechay bo'lamdi. Men endi chiroyli qiz bo'lmayman. Men sen rozi bo'ldigan, sen suydigan holat yashay bo'lamdi. O'tinib qolay ketmagin. Meni bundoq ojiz vaqtlarimda hargiz yolg'iz qo'ymagin. Uning ichimni ezib yig'lashlari meni aqlimdan ayirib bo'lgan edi. Sening har holatingni suyman Farida, debli uni quchoqlab bag'rimga bosqim kelsa-mu, yana tashlab ketib turib, senda qizni ham o'zimga loyiq ko'rmayman. Ket, yo'qol. Sendan mengu nafratlanaman, dedim. Yotqimga kirib, beshimni yotqonga purkab, unim putkicha yig'ildim. Ishinatdim. Onunga mendan yaxshisi uchraydi. Ham umi shuningga loyiq. O'g'illar azoblanmaydi deysizlar. O azobni tilim bilan deyolmayman. İchib baxdim, chekib baxdim. Boshqa har xil qizlar bilan orlashib, uning o'zimning bir ablah ekanligini ko'rsatdim. Kechasi uningga baxt tilamay ko'zimni boqqanim yo'q. Zahar ko'zimni ochganimda-mu, kallamda uningdan boshqa hech narsa yo'q. Shunday qilib, tirik turib necha o'ldim, uni o'ldirdim, so'ygimizni ham shu. Maktab bitirib shu aslimlik shaharni tashlab, yurtga qaytib kelib ishildim. Bir yil o'tib, dadam beshimni o'g'ishib olishimni maslahat qildi. Mayli dada, sizlar nima desanglar shu. Yaxshi loyiq bo'lsa, sizlar tanlasanglar mening ortiq fikrim yo'q. Hayotimdagi eng cho'ng ishimga mush bir ig'iz so'z bilan qaror berdim. Chunki men muhabbatni amdi kutmaydim. Yana qaytilabmi ikkinchi so'ymaydim. Shuna qilib ko'nglimdagidek oddiy sodda, yiroq yezidagi bir tuqqunimizning qiziga, ya'ni hozirgi ayolim Osiyadan uylandim. To'y kechasi yandagi yotoq uyga so'linib olib, tomg'a usib o'zimni tashlab yig'ildim.
4 yil yig'ilgan yig'am bu kechidagi yig'inning oldida hech narsa emas edi. Bechora Osiya nim qilishini bilolmay, yandagi uyda bo'long tiqilib titrab o'tiribdi. U bechora nim gunoh deysan? Yolg'izlikda bilinmagan bilan to'y qilib bir uy kirganingda, burun uyimiz bo'ldi, men tamoq etib bo'lib, sen ishdan tushganda oldinga yugurib chiqib samang ilib kelgan atirgulni qanmay purayman. Sen chachlarimdan suyib, ballarimiz va meni illiq bag'ringga bossan. Bir dasturxonda shundoq ko'ngilli tamoq yeyishimiz deb tatlıq kulib va'dalashgan so'yguningning o'rnida begona birini ko'rguningda ich bag'ringdan qon yonadi ekan. Shundoq qilib ko'zimni yumsam oshiqim Farida, ko'zimni ochsam bechora Osiya bo'lib kunibmi qoldim. Erlik burchimni to'liq ado qilib Osiyaga mehrimni berdim. U haqiqatan bek chiroyli bo'lmasimi, rayish obdan ayol. Ammo bir kunmi shu Faridaning kulkisini, menga ketma deb yig'lashlarini yodimdan chiqarmadim. Mana hozir 2 bolamizmi bo'ldi. Ko'rib turibsan. Menmu ham, oilam ham shundoq baxtlik. Ammo teshim baxtlik, ichim qop-quruq bir arman. Shundoq bir temin ko'rdim. Er kishi so'ygan qizni elish kerakmi yoki olgan qizni so'yish kerakmi? Meningcha bo'lganda so'ygan qizni olsin. Tirik bir shohid bo'lib turib shuni deyalaymanki, ichida so'ygun ko'mib qo'yib yashash o'lgandan og'ir ekan. Her tongda balamni, ayolimni ko'rgunimda vicdonim og'ir xursınib meni xijil qilsa, her tunda xiyolimda, tushlarimda Farida meni o'lgan so'ygunimizga javobgar qiladi. Sen da baqa afkam. Muhabbet rəhimsizmi, mənmi? Mən onu tashlab etməgan bolsam, umu manga xotirjamlik beradigan bolsa, bir buzug'idan atlab kirib, bir yostiqda birga yetib, bir qozonning ishini ichsam, ballarimizni birga baqsaq, ömrüm qisqa bo'lib qolsa-mu, meningmi ko'zimdan vallada baxt uchqundisichu deb o'ylab qolaman. Erkek yosh to'kmaydi deyishidi. Erkekning yoshi pinhonda faqat va faqat bir umrida shu bir 3 yil to'kildi ekan. Shukr deyman yana. Guldek oilam bor. Men mudodiliq, erlik burchimni sharsat kuchimning yetish o'rindayapman. Ham buningdan keyin shunday qilman. Ammo mahkam tutolmagan gulimning tikanlari yuragimga sanjilgan. Abduri Almira Ahmed 2019 yılı 5. ayının 17. günü yazılgan. Avazda Nur Cemal.